Assalomu alaykum, hurmatli briefing qatnashchilari. Tuproqqal'a tumanida jami 18 ta mahalla mavjud bo'lib, ushbu mahallalarda 14162 ta xonadonda 17921 ta oila istiqomat qiladi. Tuman aholisi soni 60606 nafarni tashkil etib, shundan 29435 nafari xotin-qizlardan iboratdir. Joriy yil davomida tumanda 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan 14634 nafar xotin-qizlar bilan fuqaroboy tarzda yuzma-yuz suhbatlar o'tkazilib, ular to'liq xatlovdan o'tkazildi. Xatlov natijalariga asosan tumanda 1357 nafar xotin-qiz ishsiz yoki norasmiy band ekanligi aniqlandi. Aniqlangan ishsiz xotin-qizlarning bandligini ta'minlash maqsadida manzilli yo'l xaritalar ishlab chiqilib, ijroga qaratildi. Ushbu yo'l xaritalari asosida xotin-qizlarning bandligini ta'minlash, ularning qo'shimcha daromad manbalari yaratish hamda iqtisodiy faolligini oshirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Natijada hozirgi kunga qadar jami 2279 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Xususan 941 nafar xotin-qiz doimiy ish o'rinlariga joylashtirildi. 45 nafar xotin-qizlar hunarmand uyushmalariga a'zo qilinib, 415 nafar xotin-qiz ustoz-shogird an'analari asosida biriktirildi. Shuningdek, 180 nafar lider tadbirkorlarga 1800 nafar xotin-qizlar biriktirilib, ularning tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilinishi ta'minlandi. Bundan tashqari 233 nafar xotin-qiz pillachilik sohasida Tuproqqal'a Agropilla mas'uliyati cheklangan jamiyat orqali bandligi ta'minlandi. 329 nafar xotin-qizga jami 4 milliard 751 million so'mlik imtiyozli kreditlar ajratilib, ularning o'z tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishga ko'maklashildi. Shu bilan birga 155 nafar xotin-qiz xonadonlarda kichik ishlab chiqarish sexlari tashkil etish orqali band bo'ldi. 71 nafar xotin-qiz yakka tartibdagi tadbirkorlik sifatida davlat ro'yxatidan o'tib o'z faoliyatini boshladi. 10 ming nafar xotin-qizni o'qitish dasturi doirasida tumanda 500 nafar xotin-qizni o'qitish rejalashtirilgan. Shuningdek, 3000 nafar xotin-qizni asalari yetishtirishga o'qitish va ularning xonadonlariga asalari uyalari olib berish dasturi asosida tumanda 130 nafar xotin-qizlar asalarichilikka o'qitilib, ularga asalari uyalari yetkazib berildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 21 sentyabrdagi 376 sonli qarori asosi doirasida tumanda 10 ta mahallada bo'sh binolarda namunaviy tipdagi xotin-qizlar bandligini ta'minlash va salomatligini mustahkamlash markazlari tashkil etilib, ularda 105 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Jumladan, Navbahor mahallasida tashkil etilgan markazda hozirgi kunda 30 nafar xotin-qiz doimiy band qilingan. Hozirgi kunga qadar tumandagi barcha 18 ta mahallada xotin-qizlar bandligini ta'minlash va salomatligini mustahkamlash markazlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Yoshlik mahallasida oila va xotin-qizlar maskani faoliyati tashkil etilgan bo'lib, ushbu maskanda 6 ta xona faoliyat ko'rsatmoqda va joriy yil davomida 295 nafar yoshlar oilaviy hayotga tayyorlash kurslarida o'qitildi. Shuningdek, tumandagi Muhabbat, Navbahor va Obod mahallalarida yengil konstruksiyali kasb-hunar hamda xorijiy tillarga o'rgatish markazlari tashkil etildi. Tumanda ishsiz va bandligi ta'minlanmagan 122 nafar xotin-qizlarga auksion orqali foydalanish uchun yer maydonlari ajratib berildi. Bundan tashqari, tumanda 11 ta investitsiya loyihalarini amalga oshirish orqali jami 174 ta yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirildi. Qishloq xo'jaligi sohasida fermerlar kengashi tomonidan 787 nafar xotin-qiz daromadli mehnat bilan ta'minlandi. Jumladan 75 nafar dehqonchilik, 14 nafar chorvachilik, 115 nafar
takroriy ekin ekish 350 nafar, tomorqa yo'nalishida 233 nafar pillachilik sohasida xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Tumanda 147 ta xonadonda mini sexlar tashkil etildi. Xususan bir qator mahallalarda qo'lqop ishlab chiqarish, tort va pishiriqlar tayyorlash, non va non mahsulotlari, kiyim-kechaklar, tikish, milliy shirinliklar hamda yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish orqali xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. Migratsiya yo'nalishida yil boshidan buyon 1173 nafar xotin-qiz chet elda ishlash uchun ketgan bo'lib, ularning 624 nafari qaytarildi va 425 nafarning bandligi ta'minlandi. 1012 nafar xotin-qizlar bilan doimiy suhbatlar o'tkazilib, 115 nafari yurtga qaytish istagini bildirdi. Shuningdek, migratsiyada bo'lgan xotin-qizlar oilalariga tibbiy yordamlar, huquqiy yordamlar ko'rsatilib kelinmoqda. 2025 o'quv yilida 435 nafar o'quvchi qiz maktab ta'lim muassasasini tamomlab, ularning 198 nafari oliy ta'lim muassasalari talabalari sifatida qabul qilindi. Shuningdek, 214 nafar xotin-qiz axborot texnologiyalari sohasida yuqori daromad keltiruvchi kurslarga o'qitilib, bandligi ta'minlandi. Oilaviy munosabatlarni mustahkamlash maskanlariga ham alohida e'tibor qaratildi. Joriy yilda tumanda 59 ta ajrim holati qayd etilgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 22 taga kamaygan. Tumanda 19 ta yolg'iz ona hamda 16 ta nizoli oilalar mavjud. Xotin-qizlar tomonidan 4 ta jinoyat sodir etgan xotin-qizlar mavjud bo'lib, ushbu holatlar Muhabbat, Tuproqqal'a maskani va Navbahor mahallalari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Tazyiq va zo'ravonlikka uchragan 90 nafar xotin-qizlarga himoya orderlari berildi. Probatsiya hisobida 6 nafar xotin-qizlar hisobga olingan bo'lib, mahalla xotin-qizlar faollari ular bilan doimiy suhbatlar olib borilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.